O'zbekistonda gibrid mashinalarga ekologik sertifikatlar olinishi bekor qilindi. Gibrid avtomobillarni bojxonada rasmiylashtirishda Euro 4 yoki undan yuqori ekologik sertifikat talab etilishi jamoatchilikda tortishuvlarga sabab bo'lgan edi. Senat raisi senator so'rov yuborilmaguncha odamlardan pul olib yurilgan. Odamlardan kelayotgan noroziliklarni shu nuqtai nazardan ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlagan. Bojxona qo'mitasidan kim keldi hozir? Assalomu alaykum. Hozir siz savolni tushundingiz, ekologiyaga bergan. O'zi to'lovlarni undirilish masalasi o'tirib gapiring. To'lovlarni undirish kerakmi, yo'qmi degan masala bu sizlarning masalangiz o'zi. Vazirlikka taalluqli emas. Siz javob bera olasizmi shu masalaga? Marhamat. Bugungi kunda o'zi gibrid elektromobil avtomobillarga boshqa organlar tomonidan ekologiya sertifikati nima talab qilinmayapti. Talab qilinmayapti? Talab qilinmayapti. Senator so'rov yubormaguncha lekin pul olib yurilganda. U pul ekologiya qo'mitasiga yetadi, u bizga kelmaydi tanzim tomonidan. Lekin bunga aniqlik kiritib olamiz. Shu narsani esingizdan chiqarmanglarki, bizlar mana normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 18-moddasi bor, yaxshi bilasizlar. Mana shu moddada yozib qo'ygan, inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi. To'g'rimi? Shuning uchun bojxona bilan ekologiya mana shu qonunning shu normasini yaxshilab ichiga kirib, mana shu odamlardan kelayotgan noroziliklarni shu nuqtai nazardan ko'rib chiqishingiz kerak. Toshkentdan Moskvaga uchayotgan samolyot dronlar hujumi sabab Qozonga qo'ndi. Toshkentdan Moskvaga parvozni amalga oshirilayotgan SU-1871 reysi 28-may kuni dronlarning hujumi tufayli Qozonga qo'ndi. Yo'lovchilar 4 soat davomida ularni samolyotdan chiqarishmaganini aytmoqda. Bu haqda yo'lovchilar murojaatiga tayanib, Осторожно новости Telegram kanali xabar berdi. Да, нужно сделать показания. И как нужно, вам подойти на презентацию, представители тоже и уточнить, чтобы вас отправили следующими рейсами, чтобы вы хотели не наши рейсы, потому что наши рейсы это только 17 часов. Потому что это ваше личное рабочее время. Вот. Вам нужно будет подойти или, может быть, хорошо, сейчас мы вам разрешим. Я приношу вас извинения. Ma'lumotlarga ko'ra, Moskvadagi aeroportlar yopilganligi sababli tungi soat 3:00 da Toshkentdan havoga ko'tarilgan samolyot Qozonga yo'naltirilgan. Soat 04:55 lardan beri yo'lovchilar samolyotda qolmoqda. Ularga na Moskvaga parvoz haqida ma'lumot berilgan, na samolyotdan chiqishga ruxsat etilgan. Gazaklar berilmadi, parvoz haqida ma'lumot berishmayapti. Vaholanki havo hududi allaqachon ochilgan. 2 soat oldin bizni Qozonda samolyotdan tushirishmoqchi ekani haqida ma'lumot bor edi. Keyin yana Aeroflot kompaniyasining qarorini kutayotganimizni aytishdi, deydi yo'lovchilardan biri. Shundan so'ng yo'lovchilarga yaqin 12 soat ichida parvoz rejalashtirilmaganligini, ekipajning ish smenasi tugaganini va Qozon aeroporti samolyotlarini qabul qilmayotgani haqida xabar berilgan. Aeroflot aviakompaniyasi xodimlariga ko'ra, aeroport haddan ortiq yuklangan va qo'nishga ruxsat berilmayapti. Tramp Putin olov bilan o'ynayapti. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning fikricha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin olov bilan o'ynayapti. Bu haqda Oq uy rahbari ijtimoiy tarmoqda e'lon qildi. Vladimir Putin tushunmayotgan narsa shuki, agar men bo'lmaganimda hozir Rossiya bilan juda ko'p yomon voqealar sodir bo'lar edi. Haqiqatda yomon narsalar, deb yozdi Tramp tafsilotlarga to'xtalmasdan. U olov bilan o'ynashyapti, deb qo'shimcha qildi AQSh prezidenti. Bir kun avval Rossiya Ukraina shaharlariga raketa va dronlar bilan ommaviy zarbalar berganidan keyin 12 kishi halok bo'lgach, Tramp Putinni keskin tanqid qildi. U butunlay aqldan ozgan. U zaruratsiz juda ko'p odamlarni o'ldiryapti va men shunchaki askarlar haqida gapirmayapman. Ukraina shaharlarigacha hech qanday sababsiz raketalar va dronlar uchirilmoqda, deb yozdi Tramp Putin haqida.
Rossiya tomoni, ya'ni Kreml esa bu tanqidni hissiy yuklama ta'siri ostida yozilgan deb baholanmoqda. AQSh Ukrainadan tinchlik bitimi uchun shartlar ro'yxatini oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaning bo'lajak o't ochishni to'xtatish bo'yicha takliflarini oldi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin 19-may kuni AQSh prezidenti Donald Tramp bilan telefon suhbatidan so'ng gapirgan memorandumning Rossiya qismini kutmoqda. Bu haqda kecha 27-may kuni Trampning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg Fox News telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Kelloggning tushuntirishicha, memorandum deganda u Moskva va Kiyev prinsipial jihatdan muhim deb biladigan muayyan maqsad va shartlarni nazarda tutadi. Keyingi vazifa ularni yarashtirishga harakat qilish. Shundan so'ng muzokaralarning navbatdagi bosqichi o'tkazilishi mumkin. Kelloggning so'zlariga ko'ra, ular Jenevada bo'lib o'tishi mumkin, chunki Moskva ularni Tramp taklif qilganidek Vatikanda o'tkazishdan bosh tortgan. Avvalroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Turkiya Moskvaning afzal varianti bo'lishini aytgan edi. Jurnalistning Tramp Rossiya va Ukrainani o't ochishni to'xtatishga majburlash uchun yana qanday yo'llar bilan majburlashi mumkinligi haqidagi savoliga Kellogg Tramp bunga erishish, jumladan Istanbuldagi muzokaralarga ko'maklashish uchun yetarlicha ish qilganiga ishonishini aytdi. Menimcha, u allaqachon qilayotgan ishini qilishda davom etish kerak, dedi Kellogg. Rossiya va Ukraina Istanbuldagi muzokaralarda tomonlarning o't ochishni to'xtatish shartlari bo'yicha qarashlarini batafsil bayon qiladi va hujjatlarni almashishga kelishib oldi. Bundan keyin ham muzokaralar davom etishi kutilmoqda. Lavrov Rossiya ro'yxatni yakunlayotganini va mahbuslar almashinuvidan so'ng uni Ukrainaga taqdim etishga tayyorligini aytdi. Ayirboshlash 25-may kuni yakunlanadi. Rossiya yana bir hujjat, kelajakdagi tinchlik shartnomasi bo'yicha memorandum tayyorlamoqda. Uning tinchlik shartlari ro'yxatidan qanday farq qilishi hozircha aniq emas. Kreml shartlar ro'yxati va memorandum ikki xil hujjat ekanini ta'kidlagan. Zelenskiy germaniyalik Merz bilan Berlinda uchrashish uchun ko'proq yordam so'ramoqda. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Germaniya kansleri Friedrich Merz bilan uchrashmoqchi, chunki Ukraina AQSh tomonidan urushni to'xtatishga qaratilgan sa'y-harakatlarga qaramay, Rossiyaning bombardimon harakatlari davom etayotganligi sababli qo'shimcha harbiy yordam olishga intilmoqda. Chorshanba kuni Berlindagi muzokaralarda Zelenskiy va Merz Rossiyaga qarshi sanksiyalarni ham muhokama qilishi kutilmoqda. Germaniya hukumati vakilining so'zlariga ko'ra, Merz Zelenskiyni federal kansleriyada mahalliy vaqt bilan 10:00 da sharaf bilan qabul qiladi. Berlin muzokaralari Rossiya va Ukrainaning may oyi boshida Turkiyada bo'lib o'tgan to'g'ridan-to'g'ri yuzma-yuz muzokaralar ortidan bo'lib o'tadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning urushni to'xtatish bo'yicha bosimiga qaramay, muzokaralarda o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishilmadi. Merz seshanba kuni urushni to'xtatish bo'yicha tez yechim topish istiqbollari haqida yana shubhalarni kuchaytirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin hozircha o't ochishni to'xtatish yoki tinchlik bitimidan manfaatdor emasligini aytdi. Bu Ukraina o'zini himoya qilishda davom etishi kerakligini anglatadi va biz Ukrainaga buni amalga oshirish uchun sa'y-harakatlarimizni kuchaytirishimiz kerak, deydi u. Germaniya yetakchisining qo'shimcha qilishicha, urush faqat Ukrainaning hududiy yaxlitligi bilan bog'liq emas. 1990-yildan keyin biz Rossiya bilan hamkorlikda o'rnatilgan siyosiy tartib tubdan shubha ostida qolmoqda, deya tushuntiradi Merz. Dushanba kuni Merz Ukrainaning g'arbdagi asosiy ittifoqchilari, jumladan AQSh va Buyuk Britaniya Kiyevga yetkazib beriladigan qurol-yarog' turlariga endi cheklov qo'ymasligini aytdi. Bu Ukraina endi o'zini himoya qila oladi. Masalan, Rossiyadagi harbiy pozitsiyalarga hujum qilinishini anglatadi. Juda oz istisnolarni hisobga olmaganda, u yaqin vaqtgacha buni qilmagan. Endi buni qila oladi, deydi u televideniyaga bergan intervyusida. Biroq Germaniya rahbari hukumat cheklovlarini qachon bekor qilishga qaror qilganiga aniqlik kiritmadi. Kreml Ukrainaga yetkazib beriladigan qurol-yarog'larning masofa chegaralarini olib tashlash xavfli bo'lishini aytdi. Agar bu qarorlar haqiqatan ham qabul qilingan bo'lsa,
ular bizning siyosiy, ya'ni tinchlik kelishuviga intilishlarimizga mutlaqo ziddir. Bu juda xavfli qarorlar. Agar ular qabul qilingan bo'lsa, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov rossiyalik jurnalist Aleksandr Yunashevga bergan intervyusida.